O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 25 va 27, 28, 29 hamda 30 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Bo'ysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'alla Orol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yakkaqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralari ko'rish so'raladi. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni sel bosishiga olib kelishi mumkin deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.